Abu Hurayra roziyallohu anhudan, buni ham Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining kitoblarida keltiradi. Bani Isroildan bo'lgan bir inson ikkinchi bir insondan 1000 dinor qarz so'radi. Menga qarz berib turing, mana shu qarzingizdan foydalanib men bir tijorat qilib kelsam, so'ngra men sizga qarzimni qaytaraman dedi. Mana hozir mana shu masalani boshlasangiz hamma qarz olgan, qarz bergan odamlar o'ylanyapti. Bizi zamonimizga kelib hammamiz yo qarzimiz bor, yo kimnidir bizdan qarzi bor. Shunda uni she'riga aytdiki, mayli men sizga 1000 dinor qarz berib turaman, menga bir guvoh olib keling dedi. Qala itini bi shahid, guvoh olib keling dedi. Qala va kafa billahi shahidan, Alloh taolaning guvohligi yetmaydim dedi. Mayli Alloh taolaning guvohligi yetadi. Qala itini bi damin aw kafil, yoki bir kafolatchi olib keling dedi. Dunyodan siz o'tib ketsangiz, o'sha odam to'lab berishlik uchun kafolatchi olib keling dedi. Qala va kafa billahi vakilan, Alloh taolaning vakolati yetadi dedi. Qancha muddatga qarz olasiz dedi? 3 oyda qarzingizni qaytaraman. Mana bu yerda. Ikkalasi kunini belgiladi, joyini belgiladi, haligi odam 1000 dinor pulni olib ketdi. Bu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib beryapti bizga. Pulini olib ketgandan keyin dengizda narigi tarafiga o'tib tijorat qildi, tijoratidan foyda qildi. So'ngra qarz qaytarib beriladigan kuni dengizni bo'yiga kelsa, kema yo'q ekan. Qarz berilish kerak bo'lgan odam dengizning narigi tarafida. Kema ham yo'q va bu 1000 dinor pulni tayyorlab turibdi, o'tayin desa iloji yo'q. Haligi odam o'ylandi, qanday qilsamikin deb fikr yuritdi-da, "Ey Robbim" dedi, "seni yaningda men nima degan odam bo'ldim" dedi. Biror bir insonni guvoh qilib qo'ysam ham mayli edi. Seni o'zingni guvoh qilib qo'yganman, u nima degan odam bo'ldi dedi. Alloh taoloning huzuridagi omonatdan qo'rqyapti. Yana birodarlar, Alloh taoloning yanidagi omonatdan juda ehtiyot bo'lish kerak. Bandasi ko'rmaydi, bilmaydi, hisob kitob qila olmaydi ba'zi paytda. Lekin Alloh taolo doim ko'rib turadi. Tashqi ko'rinishingizni ham, hatto ya'lamu xoinatal a'yun, ko'zni qiridagi va ma tukhfis sudur, qalbni ichidagisini ham Alloh taolo bilib turadi deyapti. Nima qilaman Robbim, bugun aytilgan kunidiyu bermasam bo'lmaydi dedi. O'sha joyda bir taxta turganda taxtani olib ichini ochdi deya payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda 1000 dinorni soladi va bir qog'ozga yozadi, "Men falonchi mana bu odamdan 1000 dinorni olib shu bugun qaytaraman devdim. İmkoniyatim bo'lmayapti. Men baroati zimma deydi. O'zimni bo'ynimdagi omonatimdan qutulishlik uchun, Alloh taologa bergan ahdimdan qutulishlik uchun mana shu pulni dengizga otaman" deb dengizga tashlaydi. Narigi odam o'sha kuni peshinda chiqadi, asrda chiqadi. Solih odam edi, yaxshi odam edi, nima sababdan kelmayapti ekan? Ha, bir imkoniyati bo'lmabdi shekilli deydi-da, uyga qaytib kirib ketmoqchi bo'lib, oyog'ini ostida bir yog'ochni ko'radi dengizning huzurida. Dengiz uni tashqariga chiqarib qo'yibdi. Shoyatki o'tin qilib ishlatsam deb olib ketib, uyda boyagi yog'ochni ochsa, ichida 1000 dinor pul turibdi. Va qog'ozda yozuv turibdi. Alhamdulillah. Allohga hamdar bo'lsin. Meni sherigim Alloh taoloning huzurida ham, meni huzurimda ham yuzi yorug' ekan deb 1000 dinorni oldi. 2-3 kun vaqt o'tgandan keyin narigi odam kema topilib, yo'lovchilar yuradigan kema bo'lganda yana 1000 dinor pulni oladi-da, qarzimni ado qilishligim uchun ketdim deb kemaga kelib, boyagi odamning huzuriga kelib uzr so'raydi. "Ey falonchi, men sizdan 1000 dinor olgan edim. Falonchi kuni qaytaraman deb va'da beruvdim, va'damni ustidan chiqa olmadim. Mana bugun sizga shu pulni qaytargani keldim. Kema topolmay qoldim" dedi. "Siz" dedi, "mabodo 1000 dinorni dengizga tashlamadingizmi?" dedi. "Yo'q, men sizga aytayapman, u birinchi kemaga chiqib keldim" dedi. "Siz tarafdan kelgan bo'lsa kerak. Yog'ochning ichida qog'oz bilan menga 1000 dinor pul keldi. Vaqad addallohu ank.
Alloh taolo sizni nomingizdan menga 1000 dinorni yetkizdi. Mana bu 1000 dinor menga kerak emas dedi. Ikkalasi ham tushunib yetdiki, o'sha birinchi jo'natilgan, yuborilgan 1000 dinor pul bu odamning qo'liga yetib keldi. Bu nimani bildiradi desa, omonatgo'yligini, Alloh subhanahu va taoloning yanada insonning yuzini yorug'ligini bildiradi. Narigi odamning o'rnida bo'lganimizda ba'zilarimiz dengizdan 1000 dinor kelib qopti, bu cho'kib ketdi deb o'ylayapti ekan, bunisini ham olib qo'ysam kerak deb bemalol olib qo'yishligi mumkin edi. Bu odamning o'rnida bo'lganimizda men 1000 dinorda Alloh taolaning huzurida yuzim yorug' bo'ldi, berib nima qilaman deyishlik mumkin edi. Ikkalasi ham Alloh subhanahu va taolodan qo'rqdi. Hadisda aytadiki, sahobalar ixtilof qilib qolishadi ekan, talashib, qaysi birini taqvosi kuchliroq? 1000 dinorni dengizga Allohga tavakkal qilib otganimi yoki ikkinchi marta yana 1000 dinor olib kelgandan keyin, yo'q, men sizdan 1000 dinorni oldim, mana shuni o'zi kifoya deganimi? Alloh taoloni eslayapti ikkalasi ham. Alloh taoloning zikri degani doim Alloh taolo meni kuzatib turibdi. Alloh subhanahu va taolo meni holimdan xabardor bo'lib turibdi degan narsa eng kattasi mana shu yerda.